Bismillahirrahmanirrahim. Hadislar toplumi. Namazning vaqtlari. 994 hadis. Abu Bakr ibn Abu Musa radhiyallohu anhu dadasidan rivoyat qilib bunday deydi. Biraydan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, uningdan namozning vaqtini so'ragan edi. Rasululloh uning javob bermasdan tong atganda takbir o'qish buyurdi. U vaqt tehi odamlar bir-birini taniyolmagandek darajada qorong'u edi. Keyin kun qayrilgan vaqtda peshinga takbir o'qish buyurdi. Ba'zilar gündüz yerim bo'ldi deb qoldi. Ya'ni bek baldır bo'lib qoldi demakki. Halbuki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozning vaqtini ulardan obdan bilardi. Ondan keyin asrga takbir o'qish buyurdi. Kun halal edi. Ondan kun o'ltirishi bilan shamga takbir o'qish buyurdi. Ondan keyin shafaq yo'qolgan aman tanga takbir o'qish buyurdi. Ertasi bomdodni kechiktirib o'qidi. Namozni yig'anda kun chiqib qolgan tas qolgan edi. Ondan keyin peshinni oldin kuni asrni o'qigan vaqtga yaqin qolg'ich kechiktirib o'qidi. Ondan asrni xili kechiktirib o'qidi. Hatto asrda yong'anda kun qizirib qolgan edi. Ondan keyin shamni kechiktirib o'qidi. Hatto shafaq yo'qolib ketay deb qolgan edi. Ondan keyin kunni kechiktirib kechining 3 dan avvalgi birining oxirida o'qidi. Ertasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozning vaqtini so'ragan kishini chaqirib, biz namoz o'qigan shu ikki vaqtning orasi namozlarning vaqtidir dedi. Muslim 614 hadis. 995 hadis. Abu Davudmu, Abu Barrazmu, Abu Barazza radhiyallohu anhudan yuqori o'xshash rivoyat qilgan bo'lib, uningda mundoq deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tunning vaqtini kechining 3dan 1gacha yoki tun yarmigacha kechiktirishga bo'ladi deydi. Abu Davud 398 hadis. 996 hadis. Sulaymon ibn Burayda dadasidan rivoyat qilib bundoq deydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqtini so'ragan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga "Sen biz bilan 2 kun namoz o'qigin" dedi. Kun qayrilgan aman Bilal radhiyallohu anhuning peshinga azon o'qishga, ondan keyin takbir surishga buyurdi. Davomi yuqoriga o'xshash. Muslim 613 hadis. 997 hadis. Nasoiyning rivoyatida yuqorqi 2 hadis bilan o'xshash bayon qilingan, ammo uningda bomdod namoz bilan boshlangan. 998 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Jibril alayhissalom Baytullohning yonida menga 2 qatim imom bo'lib namoz o'qib bergan edi. Birinchi qatimda peshinni kun qayrilgan, soya oyoq izi qadar uzargan aman, asrni har narsaning soyasi o'zining birasiga yetganda, shamni kun patgan va ro'zlar iftor qilgan vaqtda, tunni shafaq nur yo'qolganda, bomdodni bo'lsa tong yo'rgan aman, ya'ni ro'zlarning darhol tomoq yeyishini to'xtatishi vojib bo'lgan vaqt o'qib berdi. İkinci qatimda peshinni har narsaning soyasi o'zining birasiga yetay deb qolganda, ya'ni avvalgi kun asr o'qigan vaqtda, asrni har narsaning soyasi o'zining ikkisiga yetganda, shamni oldingi kunki bilan o'xshash vaqtda, tunni kechining 3dan 1 tutganda, bomdodni bo'lsa atrof oqargan vaqt o'qib berdi. Ondan keyin Jibril menga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana bular sendan burungi payg'ambarlarning namoz o'qigan vaqtlaridir. Ya'ni namozlarning vaqtlari mushu 2 vaqtning orasidadir" dedi. Termizi 149 hadis. 999 hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga namozning vaqtini o'rgatish uchun kelib, payg'ambar alayhissalomga imom bo'lib, peshin namozini o'qib berdi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomning orqasida, sahobalar payg'ambar alayhissalomning orqasida turdi. Ondan har bir narsaning soyasi o'zining birasiga yetganda kelib, yuqorqi shaklda saf turg'izib asr namozini o'qib berdi. Ondan kun patgan aman kelib, yana yuqorqi shaklda saf turg'izib shamni o'qib berdi. Ondan shafaq g'oyib bo'lgan aman kelib, yuqorqi shaklda saf turg'izib xuftanni o'qib berdi. Ondan tong atgan aman kelib, yuqorqi shaklda saf turg'izib bomdodni o'qib berdi. Ikkinchi kuni yana kelib, oldingi kuniga o'xshash imom bo'lib, odamning soyasi birasiga yetganda peshinni, odamning soyasi ikkisiga yetganda asr namozini, kunning bitishi bilan shamni, bir uxlab uyg'ongandan keyin xuftanni, tong atib atrof obdan yo'rg'an, lekin yulduzlar teha zid va parqab turgan vaqt kelib, bomdodni o'qib berdi. Ondan keyin Jibril alayhissalom mushu 2 vaqtning orasida namozning vaqtidir dedi. Nasoiy 513 hadis. 1000 hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kun kelganda kelib, "Ey Muhammad, o'rningdan turib peshin namozini o'qigin" dedi. Oxiri yuqoridagi hadis bilan o'xshash. Faqat
Yuqorqi hadis bilan bu hadis farq shuki, bu hadisda Jibril alayhissalomning har namozga kelganda "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib namoz o'qigan" deganligi ortiq rivoyat qilingan. Nasoiy 526. 1001 hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kun egilgan, soya oyoq ipi miqdori uzargan chog'da peshin namozini, soya oyoq ipi miqdori uzargan va bir odamning soyasi bo'y egasiga yetganda asr namozini, kunning kirib ketishi bilan shomni, shafaq g'oyib bo'lganda xuftanni, tong yorug'anda bomdodni o'qib berdi. Ertasi peshinni odamning soyasi bo'y egasiga miqdoriga yetganda asrni, odamning soyasi ikkisiga yetganda, ya'ni uloqqa minib yo'lga chiqqan kishining tez suratda minib kun o'tirishdan burun Ulayfiga yurib bo'lg'adek vaqt qolganda shomni, kun kirib bo'lgandan keyin xuftanni kechining 3dan 1 yoki 4dan yarim o'tib bo'lganda bomdodni tong xeli yorug'anda o'qib berdi. Nasoiy 524 hadis. 1002 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozning avvalgi va oxirgi vaqti bor. Peshin namozining vaqti kun egilganda boshlanib, asr namozining vaqti kelishi bilan tugaydi. Asrning oxirgi vaqti kun sarg'ayganda tugaydi. Shom namozining vaqti kun kirib ketgandan keyin boshlanib, shafaq nur yo'qolganda oxirlashadi. Xuftanning vaqti kechki shafaq yo'qolgandan boshlanib, yarim kechagacha davomlashadi. Bomdodning vaqti tong otganda boshlanib, kun chiqqan qadar bo'ladi. Tirmiziy 151 hadis. 1003 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga bu Jibril alayhissalom bo'lib, sizlarga dininglarni o'rgatib keldi dedi. Ondan bomdod namozini tong yurishi bilan o'qidi. Bu hadisning o'z aynini Burayda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Lekin uning aslida shomni har ikkili kunni bir vaqt o'qidi, ikkinchi kuni xuftanning kechidan bir mahal o'tgan o'qidi deyilgan. Nasoiy 502 hadis. 1004 hadis. Payg'ambar alayhissalomning ayoli Ummu Salama radhiyallohu anhaning azalgarisi Abdullah ibn Rafi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozning vaqti to'g'ri so'raganda, Abu Hurayra radhiyallohu anhu uningga men sana aytib beray, peshinni soyang o'zingning bo'yi miqdori bo'lganda, asrni soyang ikkisiga yetganda, shomni kun o'tirganda, xuftanni kechining 3dan 1gacha, bomdodni tangsal yorganda o'qigan dedi. Malik 9-hadis. 1005 hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning azalgarisi Nafi radhiyallohu anhu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning shaharlarga tayinlangan valiylarga bunday xat yozganligini rivoyat qiladi. Mening nazarimda eng muhim ishlar namozdir. Kimki namozga ahamiyat berib, uni joyida ado qilsa, o'zining dinini saqlay oladi. Kimki namozga ahamiyat bermasa, namozdan boshqa amallarga ham ahamiyat bermaydi. Peshin namozini odamning soyasi birgaz bo'lgan vaqtdan boshlab bir asrgacha yetkicha, asrni kun xilitik oppoq farqab turgan vaqtda, ya'ni namozni o'qib bo'lib, uloqqa mingan kishi kun o'tirishdan burun 2 yoki 3 farsaq musofirni bes bo'lgan vaqtda, shomni kun kirib ketgandan keyin, xuftanni shafaq g'oyib bo'lgandan boshlab, kechining 3dan 1 o'tkicha o'qinglar. Xuftanni o'qimay yotgan kishining uyqusi uyqu bo'lmag'ay. Xuftanni o'qimay yotgan kishining uyqusi uyqu bo'lmag'ay. Xuftanni o'qimay yotgan kishining uyqusi uyqu bo'lmag'ay. Bomdod namozini yulduzlar zich va farqab turgan vaqtda o'qinglar. Malik 6-hadis. 1006-hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Musa radhiyallohu anhuga bunday xat yozdi. Peshinni kun egilishi bilan asrni kun oppoq farqab turgan vaqtda, ya'ni sarg'ayib qolishdan ilgari, shomni kun kirib ketish bilan xuftanni uyqun kelib qolmasa, imkon bor kechib turib, bomdodning yulduzlar zich va farqab turgan vaqtda o'qigan. Bomdodda uzun suradan 2 o'qigan. Malik 7-oyat. 7-sura. 7-hadis. 1007-hadis. Yana bir rivoyatda xuftanni kechining 3dan 1gacha yoki yarmoqcha kechiktirgan, lekin g'afil bo'lib qolmagan deyilgan. Malik 8-hadis. 1008-hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Peshinning vaqti kun egilgandan boshlab, odamning soyasi o'z bo'yi miqdoriga yetguncha, asrning vaqti kun sarg'ayib qolmoqcha, shomning vaqti shafaq qolmoqcha, xuftanning vaqti kechining yarmigacha, bomdodning vaqti tong otgandan boshlab kun chiqishi bo'ladi. Kun chiqayotganda namoz o'qima, chunki kun shaytonning ikki mingizining ortidan chiqadi. Muslim 612-hadis. 1009-hadis. Abu Minhaldan bunday rivoyat qiladi. Dadam ikkimiz Abu Barza Aslami radhiyallohu anhuning yoniga bordik. Dadam uningga sen bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning farz namozini qanday vaqtda o'qiydiganligini so'zlab bergan deganida, u bunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qayrilgan namoz,
ya'ni kun eng issiq vaqtda o'qiydi. Asrni Madinaning eng yaqinida o'tirgan kishi namozdan keyin uyga qaytib borgandimi quyosh nurlari taxi o'zib turgan vaqtda o'qiydi. Sham namoz haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nimigaligini qoptiman. Xuftanni kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi va xuftanning oldida uxlashni, xuftandan keyin paranglab o'tirishni yomon ko'radi. Bomdod namozidan qaytgan vaqtda olam atrofimizdagi kishilarni to'nig'idek yo'riydi. Bomdodda 60 oyatdan 100 oyatgacha o'qiydi. Buxoriy 599-hadis. 1010-hadis. Yana bir rivoyatda bunday deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuftandan kechining 3dan birigacha yoki yarmigacha kechiktirishga bo'ladi deydi. Buxoriy 541-hadis. 1011-hadis. Muhammad ibn Amr ibn Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumadan bunday rivoyat qilinadi. Hajjaj Madinaga kelgan vaqtda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan namozning vaqtini to'g'ri so'ragan edi. U bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun issiq vaqtda, asrni kun taqdirg'aymagan vaqtda, shomni kun kelib ketgandan keyin, tani ba'zi baldur, ba'zi keyin. Agar jamoat to'plashib qolgan bo'lsa baldur, agar ular kechiktirib, bomdodni tong sari qorong'u chog'da o'qiydi. Buxoriy 560-hadis. 1012-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoz kuni peshin o'qigan vaqtda soy 3 qadamdan 5 qadamgacha, qish kuni 5 qadamdan 7 qadamgacha keladi. Nasoiy 503-hadis. 1013-hadis. Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilinadiki, Oysha radhiyallohu anha unga bunday degan: Biz mo'min ayollar purkanjilarimiz obdan o'rinib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bomdod namozga hozir bo'lardik. Namozdan qaytgan vaqtimizda qorong'uda bir-birimizni taniyolmaydik. Buxoriy 578-hadis. 1014-hadis. Oysha radhiyallohu anhaning bunday deganligi rivoyat qilinadi. Men peshin namozini boldir o'qishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu va Umar radhiyallohu anhulardan bekrak ahamiyat bergan birisini taxkir topmadim. Tirmiziy 155-hadis. Albani sanad zaif degan. 1015-hadis. Ummu Salama radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshin namoziga sizlardan bekrak oldiraydi. Sizlar asrga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bekrak oldirasizlar. Tirmiziy 161-hadis. 1016-hadis. Xabbab radhiyallohu anhuning biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sayliqning issiqidan, ya'ni havoning isib ketganligini shikoyat qilsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'ng'imida deganlikka rivoyat qilinadi. Zubayr men Abu Sa'ddan ular peshin vaqtida issiqni shikoyat qilganmidi deb so'rasam, u ha dedi. Men peshinni mushunaq issiqdimi, havo sal so'g'an qadar kechiktirmay baldir o'qoqlikdan shikoyat qilganmidi desam, u ha dedi. Muslim 619-hadis. 1017-hadis. Tabranining rivoyatida yuqorqi hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning shikoyatimizni tanimadi, balki kun egilgan namon peshin namozini o'qinglar dedi degan jumla qo'shib rivoyat qilingan. Al-Kabir 3701-hadis. 1018-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan rivoyatda bunday bayon qilingan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sayliqning issiqidan, ya'ni havoning isib ketganligini shikoyat qilsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanishdi va bizga sizlar la havla va la quvvata illa billah degan so'zni ko'p qilinglar. Bu so'z eng tövini g'amdan iborat 99 so'zni qaytardi dedi. Al-Awsat va As-Saghir. 1019-hadis. Oysha radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini mening hujramga kun tushib turayotgan chog'da o'qiydi. Muslim 611-hadis. 1020-hadis. Yana bir rivoyatda hujrasining ichiga kunlar tushib turgan chog'da deb kelgan. Buxoriy 511-hadis. 1021-hadis. Yana bir rivoyatda kunlari uning hujrasidan chiqib ketgan chog'da deb kelgan. Buxoriy 511-hadis. 1022-hadis. Yana bir rivoyatda kunlari uning hujrasiga tushib turgan, biroq soat ixon uning hujrasidan chiqib ketgan chog'da deyilgan. Nasoiy 505-hadis. 1023-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asr namozini kun halal tek va farqroq vaqtda o'qiydi. Namozdan keyin ba'zilar Madinaning yiroq mahallariga borganda kun yanada xeyli egizlik ko'rinadi. Madinaning ba'zi yiroq mahallari shahar markaziga taxminan 4 mil keladi. Buxoriy 550-hadis. 1024-hadis. Yana bir rivoyatda ba'zilar Quboga borib bo'lib qarsimi kun halal egizlik ko'rinadi deyilgan. Buxoriy 551-hadis. 1025-hadis. Yana bir rivoyatda birov Madinada asrni o'qib bo'lib, Bani Amr ibn Avf qabilasiga borsa, ularni asr namozini o'qitgan holda ko'raladi deyilgan. Muslim 621-hadis.
1026 hadis. Abu Umama ibn Sahlning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Biz Umar ibn Abdul Aziz bilan peshin o'qib chiqib, Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning qiziqib kelsak, u asr o'qitibdi. Men undan "Ey tog'a, nima namoz o'qiyapsan?" deb so'rasam, u asr o'qidim. Bu namozni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday vaqtda o'qiydi dedi. Buxoriy 549 hadis. 1027 hadis. Yana bir rivoyatda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr o'qib berib qaytganda, Bani Salama jamoatidan bir kishi kelib, "Ey Rasululloh, biz bir to'y so'ymoqchi edik. Sening beshimizda turib berishni umid qilamiz" degan edi. Rasululloh ma'qul deb mangdi. Bizmi birga mangdik. Biz yetib borsak, to'yga texay bo'g'izlanmagan ekan. Biz berib kunchilik yetib bo'lguncha to'yini so'yib, go'shni parchalab, pishirib yeb qoldik. Muslim 624 hadis. 1028 hadis. Ibn Shahabdan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni Umar ibn Abdul Aziz namozini kechiktirib qo'ydi. Urva ibn Zubayr uning yoniga kirib mundaq dedi. Mughira ibn Shu'ba bir kuni Iroqda namozini kechiktirganda, uning yoniga Abu Mas'ud Ansari radhiyallohu anhu kelib, "Nimishqa namozlarni kechiktirsan? Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hamma namozni vaqtida o'tib qo'yganligini, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning men mush vaqtlarda namoz o'qish buyurildim deganligini bilmamsan" dedi. Bu gapni olgan Umar ibn Abdul Aziz va Urva ibn Zubayrga nima deyotganini bilib so'zda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga namozning vaqtlarini belgilab bergan Jibrilmi dedi. Urva, Bashir ibn Mas'ud radhiyallohu shunday so'zlab berganligini rivoyat qiladi dedi. Urva yana Aisha radhiyallohu anha menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning asr namozini uning, ya'ni Aishaning ujrasiga kunlar tushib turgan, ujrasidan kunlar texalib ketgan chog'da o'qiydiganligini so'zlab bergan edi dedi. Buxoriy 522 hadis. 1029 hadis. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Umar ibn Abdul Aziz asrni ozroq kechiktirib o'qigan edi. Urva uningga Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida turib namoz o'qib berdi dedi. Shuning bilan Umar ibn Abdul Aziz, "Ey Urva, nima da'vatqanligingga diqqat qil" dedi. Urva mundaq dedi. "Men Bashir ibn Abu Mas'uddan uning dadasi Abu Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 5 vaqt namozining vaqtini barmoqlar bilan sanab turib, Jibril tushib menga imom bo'lib namoz o'qib berdi" deb takrorlaganligini anglagan. Buxoriy 3221 hadis. 1030 hadis. Salama ibn Akva'dan mundaq rivoyat qilinadi. Haqiqatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz shamni kunkirik ketishida o'qiydi. Muslim 636 hadis. 1031 hadis. Yana bir rivoyatda kun to'liq o'ltirib bo'lsa, sham namozini o'qiydi deyilgan. Abu Davud 417 hadis. 1032 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan shamni o'qiyotganda o'qiya olsak, o'qning tushgan yerini farq etaylik. Buxoriy 559 hadis. 1033 hadis. Aslam qabilasilik bir sahobadan bundaq rivoyat qilinadi. Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga shamni o'qib qaytganda, Madinaning eng chetida o'tirganlarmi uyga qaytgandan keyin o'qiya olsa, o'qning tushgan yerini ko'ralaydi. Nasa'iy 520 hadis. 1034 hadis. Marsad ibn Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu Misrga vali bo'lgan zamonda Abu Ayyub radhiyallohu anhu Misrga g'ozi sifatida kelgan edi. U Uqba radhiyallohu anhuning shamni kechiktirib kelganini ko'rib, namozni nima kechiktirsan deb so'ragan edi. Uqba radhiyallohu anhu biz boshqa ish bilan mashg'ul bo'lib qolibmiz dedi. Abu Ayyub radhiyallohu anhu sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mening ummatim sham namozini yo'lsizlar zichorat ko'rgan qadar kechiktirib qo'ymaslar. Hamisha yaxshilik yoki to'g'ri yo'l ustida bo'ldi deganini anglaganmidim dedi. Abu Davud 418 hadis. 1035 hadis. Haris ibn Vahab radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mening ummatim yahudiylarga o'xshash sham namozini yo'lsizlar zichorat ko'rganga qadar kechiktirib o'qimasa, bomdodni xristianlarga o'xshash baldir o'qiyotmasa yoki jinozani bir taraf qilish ishini meyitning asliga tashlab qo'ymaslar, hamisha islom ustida bo'ladi." Al-Kabir. Haysami bu hadisni Tabrani rivoyat qilgan bo'lib, sanadida Mindal ibn Ali ismli hadisi zaif kishi bor degan. 1036 hadis. Abu Abdurrahman Sunabihidan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jinozani bir taraf qilish ishini meyitning asliga tashlab qo'ymaslar, hamisha islom ustida bo'ladi." Ahmad 18588 hadis. 1037 hadis. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Ey Ali, uchturlik ish bor. Sen ularni kechiktirma. Biri vaqti kirgan namoz, ikkinchisi hozir bo'lgan jinoza, uchinchisi tul bo'ytoqlarning o'ziga munosib oyoqlarining nikoh ishlari." Albani zaif degan.
Termizi 171. hadis. 1038. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki kun chiqishdan burun bomdodning bir rakni o'qiy olgan bo'lsa, u kishi bomdodni o'qigan bo'ladi. Kimki asrning bir rakni kun kirib ketishdan burun o'qiy olgan bo'lsa, u kishimi asr namozini ado qilgan bo'ladi. Buxoriy 579. hadis. 1039. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar biringlar kun kirib ketishdan burun asrning bir sajdasini qila olsa, davomini to'liqlasin. Agar kun chiqishdan burun bomdod namozining bir sajdasini qila olsa, qolganini to'liqlasin. Buxoriy 556. hadis. 1040. hadis. Nasoiyning rivoyatida yuqorqi hadisdagi har ikkala joyda birinchi sajdani qila olsa deyilgan. Nasoiy 516. hadis. 1041. hadis. Qosim ibn Muhammad mundaq deydi: Men aqlimga kelsam, kishilar yozda peshin namozini kechiktirib o'qiyotgan to'q. 1042. hadis. Abu Hurayra va Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Havo bek isib ketgan kuni peshin namozini kechiktirib, havo salqinlaganda o'qinglar, chunki qizliq havo jahannam yo'qining bir parchasidir. Buxoriy 534. hadis. 1043. hadis. Abu Zar G'afariy radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Biz bir safarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Muazzin peshinga azon o'qimoqchi bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam havo salyansin dedi. Bir ozdan keyin yana azon o'qimoqchi bo'lgan edi. Yana bir oz yansin dedi. Shuning bilan ta donglarning soyasi ko'rinib turgan qadar kechiktirdik. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: Issiqning qattiq bo'lishi jahannamning yaqinidir. Havo bek isib ketsa, namozni sal kechiktirib, havo salqinganda o'qinglar. Buxoriy 539. hadis. 1044. hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: Kun jahannamdan shaytonning ikki munguzning orasidan chiqadi. Kun ko'tarilgan sari do'zaxning darvozalari bir-birlab ochilishga boshlaydi. Havo qattiq ketganda uning hamma darvozalari ochilib ketgan bo'ladi. Al-Kabir 8988. hadis. 1045. hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam havo ketgan kuni peshinni sal kechiktirib, havo salqinlaganda o'qiydi. Havo sovuq kunlari burroq o'qiydi. Nasoiy 499. hadis. 1046. hadis. Ali ibn Shayban radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yanına Madinaga kelgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrning kunlari oppoq farqroqli bo'lsa kechiktirib o'qiydi. Abu Dawud 408. hadis. Albani zaif degan. 1047. hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar biringlarning oldiga tomoq keltirilganda, namoz shomga takbir chiqib qolsa, avval tomoqni oldirmay yeb, ondan namozni o'qisin. Ibn Umar radhiyallohu anhu o'zi shunday qiladi. U oldiga tomoq qo'yilganda, imomning qiroatini anglab tursimi, tomoqni yeb bo'lmoqcha o'rnidan turmaydi. Buxoriy 674. hadis. 1048. hadis. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuning o'g'li Abbad: Biz namozdan ilgari tomoq kelib qolsa, oldi bilan tomoq yeyildi deb olgan edik. Ya'nida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi: Voy sana, ularning taomini dadangning bugungi xilma-xil taomga o'xshash edi deb o'ylamsan. Ya'ni ularning taomi oz va bir xil bo'lganligi uchun taomni yapilib chiqsa namoz ulgurolmaydi. Ammo hozir taomning turi ko'p bo'lganlikdan taom yapilib chiqsa namoz ulgurolmaydi demoqchi. Abu Dawud 3759. hadis. 1049. hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq ogohlantirgan: Tomoq yoki boshqa ish uchun namozni kechiktirishga bo'lmaydi. Abu Dawud 3758. hadis. 1050. hadis. Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbaning vaqti to'g'ri so'ralganida, kech qorong'ulikda butun vaqtni qoplaganda deb javob berdi. Al-Awsat 1051. hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbani 7 kun, Abu Dawudning rivoyati 8 kun deyilgan. Kechining 3dan birigacha kechiktirdi. Ondan Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, agar sen xutbani burroq o'qigan bo'lsang, kechilik namozga qo'shishimiz osonroq bo'ladi" deganida, shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbani burroq o'qigan bo'ldi. Ahmad 19970. hadis. Al-Kabir 1052. hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbanga qilg'ish chiqmadi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu
"Ey Rasululloh, namoz vaqti bo'lib ketdi. Ayollar va bolalar uxlab qoldi" deganida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshidan suv tomchigan chiqib bundoq dedi: "Ummatimga qiyin bo'lib qolmasin demagan bo'lsam, xuftanni mushcha qichqirtirib o'qishga buyurgan bo'lardim." Buxoriy 7239-hadis. 1053-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir oqshom xuftonga harakat bo'lib ketkicha chiqmadi. Namozni saqlab o'tirgan jamoatning ba'zilari bir necha qatim uxlab qo'ygandi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz vaqti bo'lib ketdi deb to'g'ridi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu chog'da uydan chiqqan holati hali ham ko'z oldimda turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshidan suv tomchigan qo'lini beshining bir tarafiga qo'yib olgan holda uydan chiqib, agar ummatimga ta'sir qilmaydigan bo'lsa edi, men ularni albatta xuftanni mushtaqcha kichiktirib o'qishga buyurgan bo'lardim dedi. Muslim 642-hadis. 1054-hadis. Oysha radhiyallohu anhadan bundoq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuftonga kechikib qolgan edi. Umar radhiyallohu anhu uni chaqirib, ayollar va bolalar uxlab qoldi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chiqib, yer yuzida bu namozni o'qiydigan sizlardan boshqa hech kim yo'q dedi. Shu kunlarda Madina ahlidan boshqa namoz o'qiydigan hech kim yo'q edi. Buxoriy 862-hadis. 1055-hadis. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u so'zni aytganda islom texi kengaygan chog' edi deyilgan. Buxoriy 566-hadis. 1056-hadis. Yana bir rivoyatda Ibn Shihab bundoq degan: "Menga aytishicha, Hazrati Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni namozga to'g'rilgan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarning payg'ambarni namoz qoldirishinglar to'g'ri emas" degan. Muslim 638-hadis. 1057-hadis. Anas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uzuk solgan yoki solmaganligi haqida so'ralganda, u "Ha, solgan edi" deb javob berdi. U yana bundoq dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbani kechining 20 yaqin kechiktirib o'qidi va namozdan keyin bizga sizlar namozga saqlagan chog'larda namozning ichida bo'lgandek savob bo'ladi degan edi. Nasoiy 599-hadis. 1058-hadis. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilindi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbani kechiktirganida, ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chiqmaydigan o'xshaydi deb o'ylasa, yana ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbani o'qib bo'lgan o'xshaydi deyishdi. Shu holatda tursak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqdi. Sahabalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayollar o'ylaganlarini va o'zaro aytganlarini so'zlab berganida, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga: "Sizlar bu namozni kechiktirib o'qinglar, chunki sizlar mushu namoz bilan boshqa namozlardan ortiq qilindinglar. Bu namozni sizlardan burun ummatlar o'qimagan" dedi. Abu Davud 421-hadis. 1059-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu soatda sizlardan boshqa namoz o'qigan hech kim yo'q degan yoki bu soatda sizlardan boshqa hech kim namoz o'qimaydi degan. Buxoriy 567-hadis. 1060-hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bilib qo'yinglarki, sizlardan boshqa hech qaysi dinliklar bu soatda Alloh taoloni zikr qilmaydi" degan edi. Alloh bu oyatlarni nozil qildi. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoat kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi, yaxshi ishlarni buyuradi, yomon ishlardan to'sadi, xayrli ishlarni qilishga aldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ahmad 1751-hadis. 1061-hadis. Anas radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilinadi. Xutbanga takbir o'qilganda bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga "Mening bir oshim bor" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishi bilan gapini tugatib bo'lguncha jamoat yoki ba'zilar uxlab qoldi. Muslim 376-hadis. 1062-hadis. Anas radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilinadi. Namozga takbir o'qilgandan keyin bir kishining qibla tarafga turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga so'zlayotganini ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishi bilan xayr uzun gaplashib turdi. Kishilarga qarasam, ba'zilar mugdab qopti. Tirmiziy 518-hadis. 1063-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Kimki jamoat namozini bir rakatga ulgursa, namozni jamoat bilan o'qigan bo'ladi." Buxoriy 580-hadis. 1064-hadis. Oysha radhiyallohu anhadan bundoq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan qadar hech qanday namozni ikki qatim oxir vaqtida o'qigan emas. Tirmiziy 174-hadis. 1066-hadis. Rafi ibn Hadid radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan:
Bomdod namozini taң xeyli obdan yorgan o'qinglar. Chunki shundaq vaqtda o'qishning ajri bek kattadir. Ahmad 16835 hadis. Haysami bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan bo'lib, sanadida Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslam ismli hadis kishi bor degan. 1067 hadis. Mughis ibn Sumaydan bunda rivoyat qiladi. Men Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ga iqtido qilib bomdodni taң amli yorgan o'qidim. Namozni tugatgandan keyin Ibn Umar radhiyallohu anhuga bu qanday vaqtda o'qilgan namoz desam, u mundaq dedi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr radhiyallohu anhu va Umar radhiyallohu anhular bilan bomdodni mushundaq chog'da o'qiydik. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shahid qilgandan keyin Hazrat Osman radhiyallohu anhu taң bir oz yorgan o'qigan bo'ldi. Ibn Majah 671-hadis. 1068-hadis. Yahya ibn Said mundaq deydi. Ba'zi kishilar namozni avval vaqtidan kechiktirib, oxirgi vaqt geçishdan burun o'qiydi. Amaliyotda bo'lsa, u qochib qo'ygan avval vaqt uning uchun falavaqlari pulmonlardan afzaldir. Malik 23-hadis. 1069-hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bay'at qilgan ayollardan biri bo'lgan Ummu Farva radhiyallohu anhadan buni rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan amallarining qaysi afzal deb so'ralgan edi, namozni avval vaqtida o'qish deb javob berdi. Tirmizi 170-hadis.